Assalomu alaykum azizlar, sizlar uchun bugun shaharning ichidan pastroq etajlardan bo'lsa aytgan klientlarimiz uchun 3-etajdan 3 xonali tazali hech egasining o'zi kirib yashamagan kvartiramizni obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu yerda zo'r varianti, bu yerda ozroq pul bilan ham olishingiz mumkin yoki-da dim arzon narxda naqd pulga sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Video davomida tushuntirib o'tamiz Nuqonda deganimizda. Uyimiz hech kim yashamagan Cho'rnoyda o'zingiz xalaganingizda, o'zingizning didingizda remontlab olishingiz mumkin. Mana bu yoqda birinchi xonamiz bo'ladi. Spanilari, stoyachkalari quyilgan, o'sha remontga tayyor, malarkaga tayyor bo'lib turibdi. Podmayak ishlangan hamma narsasi. Bu yoqda mana ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizda balkoni ham joylashgan. Balkonning eshiklari. Shu yerda adres tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Asr to'yxona yoqdagi domlar bo'ladi. Asr to'yxonadan o'tganimizdan keyin Seridom bor, to'rimizda ko'rib turgan Seridom. Shunday o'rtalikdan kirib kelasiz. Kirib kelganda to'rdagi mana shu uguloy bo'lib tushgan domning yanındagi sosedniy domimiz bo'ladi. Ondan chiqqandan keyin esa bu yog'imizda 3-xonasi zali bo'ladi. Bu kattaroq ana ego spanli bu to'rdagi zal bo'ladi. O'rtada mana vanna sanuzeli tashlab ketgan. Aytganimizda stoyachkalar hammasi mana cho'tki bo'lib, tep-tekis kelib, pryamoy laminatimizni bosib ko'taramiz. Bo'rimizda esa kuxnya bo'ladi. Kuxnyada esa ishlanmagan, lekin to'qlar tarilgan, santexnik ishlar ishlanib ketilgan. Mana batareyalarimiz uchun hamma narsasi santexnik ishlar ishlanib, tartilib turibdi. Kelib, kotyol, batareyalarni qistirib ishlasangiz bo'ladi. Akvariyalar ishlangan. Endi buning zo'r yeri, qiziq yeri. Adresni aytib tushuntirdik. Endi bahasida. Bahasi 400 million aytilyapti. 400 million agar 70 tam bo'lsa, oldindan 150 million. Agar bo'latan bo'lsa, ondan ham ko'proq berib, yilning oxirigacha, dekabrning 31-gacha bo'lib berishga osongiz bo'ladi. 30-31-dekabrgacha 150 ni berasiz, qolgan aynadagi summa, masalan, qo'lingizda 200 bo'latan bo'lsa, 200 ni berasiz. 200 ni yilning oxirida 9 oyga bo'lib tashlaysiz. Ana shu puldan berib yaq desangiz, masalan, 3 oydan bir bersangiz bo'ladi. Ana shunday qilib dogovor qilsak bo'ladi. Yaq pulimni shtirna sanab olaman desangiz, naqd pulga pryamoy atingiz o'tadi, hech qanday kredit yo'q. 360 millionga pryamoy atingiz o'tadi naqd pulga. Bu 360 million ziyanna berilib o'tirgan bahasi. 400 million bu o'zining ham bahasi emas. O'zining bahasi 400 dan ham o'tib ketadi. 405 million va 408 million bo'lib ketadi o'zining bahasini hisoblasak. Ana shuning uchun siz hozir zarur bo'lgandan keyin srochniy sotvermasa bo'lmayjaq bo'ladir. O'zi narxga bir yaxshi niyatda olgan ekan kreditga cho'lashgan deb endi planlari o'zgarib sotadi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, videoni shunday 100 ga yuborib qo'ying. Sizlar bilan men ixtiyorim chalash. Kelib ko'rishaqada moment ko'rsatamiz, kredit o'zimizda bo'ladi. Bahosini agar yana savdolashib ko'raman degan bo'lsangiz, egasi bilan savdolashasizlar. Uyni ko'rmaga kelgan vaqtingizda egasini chaqirib beramiz, hech muammosi yo'q. Alaman bo'ldi, uy yo'q desangiz, sirasi egasini chaqirib beramiz. Hammaga yaxshi ekan.